Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 27-aprel sanasida Farg'ona Quvada gilos uzilish boshlandi do'stlar. $8 chiqdi do'stlar. So'mga 100 ming so'mdan uzishni boshladik. Xudo xolisa karobka uzilayotgan joylarni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, gilosga holatga baho beringlar. Gilos yetildimi, yetilmadimi deganlarga do'stlar, gilos mana 100% yetildi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolisa bog'da umumiy holatda 1 gektardan ziyod gilos olganiga baho beringlar. Mana gilosim yetilmadi, gilosga shashilib yuboryapsiz deganlarga do'stlar, bundan oshiq bo'lsa kerak. Ko'rsatib qo'ying. Do'stlar, mana uzib ham ko'rsatamiz. Yaqinroq olib keling. Kalibrni ko'ringlar do'stlar, mana bakalashgani qopqog'ini ustida mana do'stlar. Yetilgani, xudo xolasa o'ta zo'r. 30-28 kalibr do'stlar. Bundan oshiq bo'lsa kerak. Mana salqinroq olib kelib ko'rsating. Xudo xolasa karobkaga uzilayotgan joylarni ham ko'rsatamiz do'stlar. 100 ming so'm $8 dan gilos chiqishni boshladi. Birinchi bo'lib chiqaramiz dedik do'stlar. Eng qizig'i bismillahirrohmanirrohim. Gilos 100% ga pishdi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Do'stlar, shakar miqdori o'ta ham kuchli bo'ladi. Buni ko'ringlar, suvni ko'ringlar. Qiradirdiki do'stlar, 600 mm baland joyda gilos pishdi do'stlar mana. Pishmadi deganlarga do'stlar, buni ko'ringlar, shirani ko'ringlar. Sog' bo'ylar, mehnatiga bitta like bosamiz.